alaykum. Mehr ko'zlar, Rustamjon TV obunachilari, hammaga salom. Biz ishlarimizni olib boryapmiz. Xudo xolasa mana lampa ham sakatovkasi bitadi. Ozgina ish qoldi. Buni qilyapman mana o'zim, xudo xolasa. Endi buni shunday qilyapmizki, baquvvat, chidamli, bo'lmay bitta pog'onasiga o'zi 2-3 kishi chiqib olsa bemalol ko'taraveradigan holatda bo'lyapti. Xudo xolasa. Oldi, orqasidan svarka qilinib inshaalloh baquvvat bo'lib bo'lyapti. Svarkani ko'rsatavermaydi faqat. Endi hamma videoga svarkani joylab qo'ysak ham bo'lmaydi. Azizlar, bu yoqda poli ham qoqilib bo'ldi. Bu yoqda hammomimiz devorlari urilib bo'ldi. Ko'rsatib beramiz. Bu yerdan lesitsa chiqib ketadi. Dush bilan tualetimiz, hojatxonamiz ichkaridan bo'ladi. Ichkaridan eshik qilingan. Lesitsani tagida kirganda lesitsani tagida ko'rinmaydi. Orqasida qolib ketadigan bo'ldi. Ixchamgina kichkina qilib hojalarga moslab turib ketdik hojatxona tualetimizni. Endi bu yoqda pollarimiz qoqildi. Tepada Omadjon lampa pol qilyapti. Polini bitkizdi, lampasini qilyapti. Lampaga minivator qo'yapti. Po'sinni orasiga zich qilib minivatorni joylashtiryapti. Hozir tepaga chiqaylik desak, hali lesitsamiz bitmadi. Mana lesitsa bilan chiqib ketishimiz kerak. Shunaqa ishlar azizlar hozir, xudo xolasa. Lesitsani o'rnatganimizdan keyin, lampalar bitgandan keyin hojatxona bilan ichkariga yana boshqa hojatxona dush tushadi. Ularda tok montaj, suv montajlari, batareykalar, parovoy отопление sistemasi. Undan keyin bu o'rta qo'limizni koridor bo'ladi, bu yerga bo'linadi u. Bu yer zasipka bo'lib, tagiga to'ldirilib, stoyashka qilib, uning ustiga to'pli pol montaj qilamiz, xudo xolasa. Mana uni chiqib ketayotgan turbalarimiz tepa 2-etajga hojatxona bilan dush bo'ladi, unga montaj bo'lyapti. Xudo xolasa ishlar qizg'in ketyapti, azizlar. Ko'ringlar, Mehr ko'zdagi Rustamjon TVga like bosinglar. Rahmat obunachilar, yana yangi ishlarimiz bo'lishi bilan sizlarga videolar tashlab turamiz. Rahmat.